ustoz, bozordagilar borib, ustozning kemasi cho'kdi deyapti. Shu gapiga yepti. Va boylar meni yaxshi ko'radi. Boylar ananas yaxshi ko'radi. Ahmoq, boylar bitta bo'lib yurish yaxshi ko'radi. Bu yog'iga antikvarning mashinalarini sotamiz, qoravoy. Amerikada ishlab keldim. Puldan muammo yo'q. Mashina kerak. Qanaqasi kerak? Shaharda bitta bo'lsa. Mana aka, mashina qizil, Nikulin haydagan. Kattasi yo'qmi? Bor unaqasi ham. Mana kattasi. Mashina top toza. Bu mashinani Al Pacino haydagan. Ham o'g'lini uylantirayotganda pul zarur bo'lganda kemanga sotib olgan. Yaxshi ekan mashina. Ustozga man siqitsizda bunga qizil urib ketishgani hayda olmaydi-ku. Qoravoy, qisonda shing. Nima degani u? Qisib tur degani. Narx qancha ekan buni? Sizga 30 mingga berib olaman. 30 ming pulim bor-u, sal qimmatli qilyapti. Ya, aka. Don Carleonening bir gapi bor. Bitta daraxt kessang, o'rniga 10 ta ko'chat ekib qo'y degan. Daraxtning nima aloqasi bor? Siz Amerikaga borgan kallis kirmabdi. 10 ta ko'chat daraxt katta bo'lib soya beradimi? Shu soya tagida mana shu mashina turadi. Aka, bu kalla bilan qanaqa 30 ming dollar pul topgansiz? Sal ikkilyapman-da. Nega? Ustoz, sehrli so'z ayting. Qochdim. Mashina masla. Mashina yo'qdi. Sotib olaman. 1-2. O'zbekmanda o'zbekligimga boraman. Shu mashinaga Malibu rul qo'yib bera olasizmi? Jetskimisiz? Shundoq mashinaga ham Malibu rul qo'yadimi? Tushmaydi u. Hech bo'lmasa Malibu bar tushar. Voy bila. Ustoz, kallangiz faqat pulizga ishlaydi. Qoravoy, bizani dushmanlarimiz kemamiz cho'kdi deb o'ylashadi. Aslida bizani kemamiz suv osti kemasi-ku. Mashinani toza qilib yuvlaring, kechqurun olib ketaman. Haydab yurmalaring. O'rtoq, zo'r imkoniyat. Ketdim, mashinasini olib Madina oldiga boramiz. Yo'q, men birovni mashinasini haydamayman. Haydamalaring dedi-yu. Ne qo'rqasan, Shumaxir bor-ku. Ular mo'kida ishlagan. Birovlarning mashinasini yuvganda kim o'tirib olib qochgan, kim zo'r poygachi bo'lib ketgan. Yur. Unda Gulini ham oldiga boraylik. O'rtoq, meni qizim guli chiqqandan keyin nega meni mashinadan tushirib yubordik? 1 soat nimani gaplashding? Sana rasa maqtarim guliga. Yo'q, o'rtog'im senda. Kasofat turdi. Oho, nima qildilaring buni? Aka, buni nechliga tuzatib berasiz? U 700 dollar bo'ladi. Bo'ldi, rozimiz. Faqat kechgacha qilib berasiz bugun. O, meni pulim yo'q-ku. Jibda. Mana aka, telefon, karuka dokumentini hozir olib kelib beramiz. O, meni telefon. O'chare. Men o'zim senga arzon iPhone beraman. Men senga aytdim, arzon iPhone topib beradim. Narxini shu ekan. Bo'lishi 200 aqallar. Telefonni ko'rib tur. Gap kattalar bilan gaplashgan achki yechib gaplashmaydimi? Men taqoloqa, bu g'irt Shamil-ku. Qaysi Shamil? Shaytanatdagi. Ha, unda 100 bersa 200 deb o'ylamasmi-ki? Bu jinni bu g'ile garemas eshitadi. Uni karoka dokumenti yo'q ekan, o'rtoq, arzon bo'lsa. Sen Steve Jobs'ni iPhone egasini taniysanmi? Va u ham birinchi ishini bez dokumentini telefon olishdan boshlagan. Keyin ishi zo'r bo'lib ketgan. Cho'chmasa olaver. Olaveringki-na. Ko'rasanmi? Sim karta qo'yib oldim. Zo'r telefon olding. O, telefon bo'lyapti. Alo? Ro'didan? Bu telefon o'g'irlanganmi? Bu obergan telefoning o'g'irlangan ekan-u. Meni aralashtirma, o'zing bor. O'rtoq, seni gapingga kirib mashinani haydadim. Avariya bo'ldik. Telefonni oldirdik, bu o'g'irlangan ekan. Ana dakandan ham biznes qilamiz dedik. 1000 dollarga oldik, u ham o'lib qoldi. Hamma ayb senda o'zi. Tuhmat qilma o'g'ayni. Hamma ayb o'zi. Mana bu kurtkanda. Shuni bilib qo'y. Mashina haydaganda ham shu kurtka deydi, dakaningda ham xuddi shu kurtka telefon olganda ham mana shu kurtkani kiyib borgansan. Yechkini tez otib olgan ishni ham. Yo'q, shundanmi-ki? Javob, ana kepsi bor-ku egasi. 63 yoshigacha bir xil kiyim kiygan. Omadi kelmagan, keyin yechib otib olgan, keyin ishi zo'r bo'lib ketgan. Otib oladi. Amini qaysi birini otding? Mana otdi. Kurtka meniki, aka. Sanmi? Bo'ldi aka, boshqa kiymaydi kurtkani. Aytdimi? Kurtga palakatdi. Bam 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 boy boy. Mana bunaqa ko'rinmasa. Bugun ishdan keyin oylik tarqataman. Yaxshilaganlarga bonusi ham bor. Hop bo'ladi shepim. O'g'ayni, bugun faqat Sergeyning yukini olib kelamiz. Yunosobodda yukchi. Obedgacha tez ishni bitirib, ishxonaga kelib, oylik olamiz deb, keyin kontrga suramiz. Yunosobodda yukini ham olib kellaring. Yakshanba kuni o'ynaysanlar kontrni. Hop bo'ladi shepim. Bilmasam, balkim kamera bordir.
O'rta, bu 10 litr benzinning 100 ming so'm bo'ladi. Lavashga yetmaydi-ku. Bo'lmasa shepga telefon qilamizda, damasi benzini qolmadi, kartaga pul tashlab yuboring deymiz. Keyin lavash ham yeymiz, benzin olib qo'yamiz. Alo, shepim? Benzining tugab qoldimi? Benzin qolmadi. Hozir yetib olgan 10 litr benziningni quyginda tez Bo'l, hozir boramiz. Shep bilib qopti benzin uxlatganimizni. Yo'q, qattan bildikini. Bilmasam, balkim oramizda quloq bormikin. Kel, mana topib kel. Mana cho'ntaga kel. Orqadan urdimi? Uka, ko'zingga qarab haydamaysanmi? Akalar, men bor uzr, telefonga chaqirib qolmadi. Men bu $300, shunda o'zingizlar qo'ya olarsizlar. Bola zo'r ide kelib qoldi. Hozir ishxonaga boramiz-da, xo'jayinga mashinamiz xarosada yurib ketib qolib, bardyorga tegib ketib qoldi deymiz. Keyin ishxona hisobidan qilib berishadimi? O'xshab qolsa $100 dan pulimiz bor. Zo'r ideya-yu, shep bilib qolsalar-chi? Hamma mujuku oramizda hech kim sotmasa kerak. Shepim, aytsam ishonmaysiz. To'xta, o'zim aytaman. Orqangdan Cobalt yetib olgan. Qattan bildingiz? $300 pul ham bergan. Yo yolg'onmi? To'g'ri, shu pulni sizga bermoqchi edim mana. Bilib qo'yaptilar bular. Bola ko'ryapsizlar, lider avtotent barcha yuk mashinalarini qayta jihos bilan shug'ullanamiz. Bizda furgon turlari har xil, metan, propan, spoiler, korona, hamma turlari bor. Hammasi qonuniy. Shepim, rostdan ham bizga kelgan hamma mijozlarga video registrator, chexollarni pulga tekinga qo'yib beramizmi? Albatta, narxiga ta'sir qilmaydi. O'tgan yil yaxshi ishladilaring, jenter oldim. Bu yil yaxshilasalaring, Malibu olaman. Biz qachon olamiz? Oila olamizmi, shepim? Sanga 500, sen yaxshilagan uchun 700. Rahmat. Yaxshilading, sanga 500. Tushunmadim. Hozir sen bilan men 500 dan olib, men 700 oldimi? Yaxshilaganimiz ham beradi. Demak, shepga hamma gapni shu yetkizgan bu quloq bo'lsa kerak. Agar nobodo meni ursalaring, shepga aytaman. Okey, deshul bo'ldi. Sizdan 20 ming so'm bo'ldi. Agar ikkinchi balloningiz ham teshilganda, uni ham berishgan tekin edi. Nima tekin? Tekin tomoq bola. Men tekin narsadan voz kechmayman. Qani endi yana bering, tekinga. Voy bilan. Kirmaymiz, o'rta. Shoshmay tur hozir. Elkan to'xta. Nima yegani kelyapsan? Lavash Shuni o'rniga xuddi sen bo'lmaydimi? bo'ladi. Yo'llaring bo'lmasa. O'rtoq, nega bu begona bola biz bilan o'tiribdi? Ey, betda 3 ta xudok sotib olsalaring 400 tekinga tusharkan. Shuning uchun hozir sen 3 ta xudok sotib olasanlar, tekini menga bo'ladi. Xo'maymalaring. O'kam, xudokka kelgandan keyin narosoga o'tiysan, tushundingmi? Oka, mandarin kilosini ichpil. 40 ming oka. Yarim kilosichi. Yarim kilosi 20 ming bo'ladi. Mana donasichi. Rosa mandarin yegiz kepti oka. Donasi tekin. Mana shu donasi tekindan 50 ta dona solib bering. Nima? Nimaga chaqirding? O'rtoq, shunday Yunusobodga borib kelaylik. O tekinga shashlik berib olgan ekan. Ikkita siqda. Maza qilib kelamiz. Ikkita shashlik uchun Qo'yludan Yunusobodga borasanmi? O'rtoq, menga masofasi uchun umuman qiziq yo'q. Tushunsan, menga tekinligi kayf beradi. Bo'pti, benzin quyib bera qol borib kelaman. Ha, mayli. Bo'lmasa To'ytepaga hayda. To'ytepaga nimaga? Va o'sha yerda tekinga benzin beradi. La plaque Marie sans adéquat. D'à côté de la plaque Marie.